Rasmiy litsenziyaga ega firma orqali umra safariga bormoqchimisiz? Barchasini qonuniy rasmiylashtirmoqchimisiz? Aynan shu videomizni oxirigacha ko'ring, sizlarga to'liq ma'lumotni yetkazib beramiz. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi O'ramchoyxonasining oldidagi ofisdan sizlarga yuzlanyapmiz. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, onlayn joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Yoki-da aynan mana shu Farg'onadagi ofisimizga, yoki-da Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib, xodimlardan to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib, hisobchilarga kassaga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Ofislarning manzili uzoq. Bizga onlayn bron qilmoqchimiz deganlar Telegram orqali bitta pasport tashlaysizlar. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga bank orqali ozgina zakolatlarni to'lab berasizlar. Xudo xolasa bizda barchasi qonuniy. Eng asosiysi shart-sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gasnitsa, Makka Mukarramada aziz yurtdoshlar 700 metr masofadagi Diyor Al-Uraba nomli gasnitsamiz. Haramgacha 700 metr 12 daqiqalik piyoda kirib chiqadigan yo'l. Eng asosiysi gasnitsa yangi, yaxshi gasnitsa olingan. Xudo xolasa sharoitlari ham bexijolat bo'ladi. 4-5 kishilik xona joylashuvida joylashasizlar. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohat firma hisobidan qo'shib beriladi. Ravza-i Sharifga tashrifni ham barcha ziyoratchilarimiz amalga oshirishadi. 50 boshlar masalasi yuqori yillik tajribaga ega malakali 50 boshlar hamsafar bo'lishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza hamda qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Mana shunaqangi 3 yostiqchalarni ham faqatgina Farg'onadan uchadigan reyslarimizga, Vodiydan uchadigan reyslarimizga tekinga hadya sifatida qo'shib beramiz. Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, sizlar ko'ngillaringdagi chiroyli sharoitlarni qilib bera olamiz. Xudo xolasa, narxlarimiz ham bexijolat, eldan ancha arzon bo'ladi. Endi men narxlarimiz masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, sizlarga narxlarimizni tanishtirib o'taman. Xudo xolasa, 7-chi Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Narxini $995 qilib belgilaganmiz. 7-chi Namangan Madina, 8-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Ushbu reyslarimizning narxini sizlar uchun $1040 qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa 15-chi, 22-chi, 29-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Bularning narxini $1050 qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa narxlarimiz bexijolat, eng arzon narxlar faqatgina bizning kanallarimizda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa bizda yana bir ajoyib yangiliklar qilganmiz. 5 kishidan ortiq bo'lib umra safariga bormoqchi bo'lsalaring, chegirmalarni ham chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa siz musofirdasiz, chet eldasiz, ota-onangizni umra safariga jo'natmoqchisiz. Biz siz uchun sharoit tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa bizga aloqaga chiqasizlar, biz barcha ma'lumotni beramiz. Ota-onangizga mana shunaqangi sertifikatlarni yozdiramiz hamda onangiz uchun bitta chiroyli gulni olamiz sovg'aga. Borib ota-onangizni chiroyli qilib Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab vodiycha tabriklash xizmatimiz bor. $1050 dan sotayotgan bo'lsa, $1100 bo'lib qoladi demaymiz. Mana shu nech pul narx bo'lsa, shu narx ichida borib biz firma hisobidan sizni ota-onangizni tabriklab kelamiz. Bizga albatta ishonch bildiringlar, aloqaga chiqinglar. Qo'shni Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Tojikistondan keladigan ziyoratchilarimizga bir kun oldin kelishadi, gasnitsalarini biz mutlaqo bepul qilib beramiz. Bir kun turib, dam olib umra ziyoratiga ketishaveradi. Xudo xolasa biz sizlar xizmatlaringdamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.